O'zim quvaraman. Ke jiyan. Xo'jayin uzr, gapimga quloq solmadilar. Ha, xo'p. Ochko'z. Yetim haqqini yeyishga uyalmadingizmi? Shunchalik ham borasizmi, amaki? Bolaligimdan otasiz katta bo'ldim. Qora mehnatda katta bo'ldim. Bu Karat kompaniyasi rahmatli otamdan qolgan ekan-ku. Nega shu paytgacha bilmaganman? Uyalmadingizmi? Va nihoyat jur'at qilibsan-da jiyan. To'g'ri, qora ishchi bo'lib ishlading. Lekin bu ham bejizga emas jiyan. Sen kompaniyani ipidan ignasigacha o'rganding. Faqat bir narsa yetishmasdi.